Yangi kun muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli hamyurtlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda Andijon telekanali ko'rsatuvlari namoyishini Andijon nafasi ko'rsatuvi bilan jonli efirda davom ettiramiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Kun xayrli bo'lsin. Boshlangan ushbu kun barchamiz uchun fayzli kelsin. Belgilangan rejalarimiz, maqsadlarimiz sari har doim olg'a yurishdan adashmaylik. Bugun juma, Andijon nafas ijodkorlari sizlarga eng zo'rlarini, saralarini ilingan. Sardor bilasizmi, bugun 7-avgust sanasi. Adashmasam va bugun aynan hayvonlarni ro'yxatga olish kuni deb belgilangan va shov-shuvlar ijtimoiy tarmoqlarda turli hayvonlarga ham pasport beriladimi? Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Buni mohiyati nima? Umuman mana shu savollarga ham ko'rsatuv davomida javob olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, mana shunday bir jamiyatda, hayotda bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar haqida sizlarga batafsil yetkazish maqsadida soha mutaxassislarini ham taklif etganmiz studiyamizga. Shu bilan birgalikda aynan studiyamizda avvalda jonli ijrolardan bahramand bo'lasiz. Albatta, sizlarni kayfiyatingizga kayfiyat ulashish maqsadida qiziqarli suhbatdoshlarni taklif etganmiz studiyamizga va ko'rsatuvimizdan kuzatib boring va mana shunday qiziqarli suhbatlarni o'tkazib yubormang deb qolamiz. Aynan o'tgan galgi ko'rsatuvimiz yoz faslining 2-oyning so'nggi kunida, ya'ni 31-iyul sanasida bo'lgani, mana bir hafta o'tib ketibdi. Aynan avgust oyining 7-sanasida turibmiz. Bolajonlarning yozgi ta'tili yakunlanyapti. Shu bilan birgalikda aynan mana shu 7, 8, 9 avgust sanasi siz va bizning hayotimizda albatta mana shu o'zini bir qiziqarli bir unutilmas onlari bilan nima yodda qolgan. Birinchisi o'z navbatida o'sha bolalikdagi yozgi dam olish kunlar yakuniga yetishi. Avgust oyini sal yomonroq ko'rardim, chunki sentyabrga yaqin tez ta'til tugayotganligini anglatar va aynan avgust sanasi mana shu oliygohlarga kirish mana shu 7, 8, 10 sanaga yaqinlashgan sari shu o'qishga mandat deyilardi. Mana shu sanani juda ko'pchilik kutar, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Aynan kimdir bu yil talaba bo'ldi, kimdir kelgusi yilda yana tayyorgarlik ko'radi ana shunday jarayonlarda. Bundan tashqari ota-onamizni qo'lidan tutib maktab bozorlariga borardik. Maktab bozorlar o'qish uchun, yangi o'quv yili uchun umuman maktab formalaridan tortib bugun ham mana shu imkoniyatlar. Endi to'kinlik, arzonchilik. Chunki maktab bozorlari ma'lum bir joyda tashkil etilgan bo'lsa, bir paytlar hozir istalgan joyingizda maktab bozorlarida istalgan turdagi mahsulotlarni, kiyimlarni, liboslarni xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling, chunki kunlar oz qolmoqda. Hozir boshlandi maktab bozorlari. Siz mana siz 3 nafar farzandingiz uchun, men ham 1 nafar farzandim uchun maktab bozoriga borishim kerak. Haqiqatdan ham barcha shahar va tumanlardagi markaziy dehqon bozorlari qoshida, buyum bozorlari qoshida tashkil etilgan maktab bozorlari davom etyapti. Haqiqatdan ham biz allaqachon maktab bozoriga borib daftar, qalamlarni olishni boshlagan bo'lsa kerak. Ota-onalar charchamanglar deb qolamiz. G'ayrat aka, keling bir go'zal taronaga navbatni berib ko'rsatuvimizni boshlab olsak-da, undan so'ng suhbatdoshlarimizni studiyamizga taklif etsak. Ma'qul. Marhamat. Esingdami yoshlik chog'lari, yo'llaringni zor kutganim, kelsang Majnun tollar tagida, qo'llaringdan ilk bor tutganim. Esingdami oy to'lgan palla, ko'rinardi aksi soydanam, sal uzoqroq termilib qolsam, qizg'onarding meni oydanam. Esingdami ayt, esizginam qaydasan shu bayt, men ham esdan ayrilmay turib, o'tinaman quchog'imga qayt. To'yam juda zo'r bo'ldi, a? Ha, yoshlar baxtli bo'lsin. Mani o'g'limmi, sizni qizingizda Meni ko'ngli bor. qizim institutda o'qiydi. O'qishni davom ettirishadi, turmush o'rtoq bo'lishadi. Qo'ysangizchi, endi ular yoshligidan o'rtoq. Esingdami qirmiz lolasor, qirmiziroq eding
loladan nima qolgan esingda dildor 17 yosh o'sha boladan esingdami onam bilsa gar o'ldirar deb ketganing qaytdi qo'yganingda yaxshi bo'lardi barchasini onangga aytdi esingdami ayt esizginam qaydasan shu payt men ham esdan ayrilmay turib o'tinaman quchog'imga qayt esingdami bahorim meni unutdingmi unutmadingmi men o'zimni yo'qotib qo'ydim yuragingga berkitmadingmi esingdami ayt esizginam qaydasan shu payt men ham esdan ayrilmay turib o'tinaman quchog'imga qayt davom etamiz. Assalomu alaykum deb qolamiz. Endigina teleekran qarshisiga joylashgan yurtdoshlarimizga, teletomoshabinlarimizga Andijon nafasi jonli efirda davom etmoqda. G'ayrat aka, aynan studiyamizda mana bu turgan uzumlar va buni yetishtirishda mas'ul bo'lgan insonlarni bizga studiyamizga taklif etganmiz. Abdumutallib aka, Abduqodir aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Esingizda bo'lsa bir paytlar aytaylik bir 10 yil avval endi bizda mana shu turdagi uzumlarni biz eshitar edik. Lekin yetishtirishga kelganda bir ikkilangan yoki biz mahalliylashtirish, moslashtirish masalalarida o'ylanilganda, hozir aytaylik yangi loyihalar, yangi navlarni olib kelinishi natijasida eksportbop mahsulotlar yetishtirish imkoniyatlarimiz kengayapti. Ayniqsa keyingi 10 yilda bu uzumchilik sohasidagi bir o'zgarishlar juda ham bir e'tiborga molik. Asakada bu o'ziga xos nom qozongan Asaka tumani uzumchiligi bilan mana Buloqboshida kelgan aytaylik Jalaquduqni marhamatda umuman viloyat bo'ylab uzum yetishtirish texnologiyasi Andijon tajribasi deb e'tirof etila boshlandi-da. Keling dastlab Abdumutallib akadan eshitsakda, umuman bugungi kunda Andijonda uzumchilik qanchalik bir taraqqiy etdi va necha gektar Andijon yerlarida mana shu uzum yetishtirish amalga oshirilyapti. Avvalo assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Mana bugun shu kunlarda yurtimizda yoz to'kin sochin pishishlik davri, bugungi suhbatimiz uzumchilikka bag'ishlangan ekan. Avvalo uzum viloyatimizda eng tarqalgan, aholi xonadonlarida juda ko'p qismini egallagan, inson salomatligi uchun juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan nabobot, ya'ni meva turlaridan biri hisoblanadi. Zamon o'zgarishi bilan bir qatorda uzumchilikka bo'lgan talab ham o'zgarib boryapti. Viloyatimizda 4300 gektar barcha toifa xo'jaliklarida uzum parvarish qilayotgan bo'lsak, ulardan qariyb 100 ming tonna uzum hosil olamiz. Endi bu yetishtirgan hosilimizni qariyb 30-40% eksportga yo'naltirishni ko'zlab turibmiz. Boisi nimada? Eksportga chiqqanda birinchidan valyuta kirib keladi, ikkinchidan dehqonni puli qo'li ko'proq pul ko'radi, uchinchidan Andijonda ham o'ziga xos brend ishlari bor. Mana Buloqboshi tumanini butun respublikamizga Andijon tajribasi deb tanishtirishdi. Boisi Buloqboshini ko'chalarini qariyb 65-70% bekor turgan yo'llarda usti ishkomlar bilan o'ralib bo'ldi. Birinchisi bu iqtisodiy jihatdan ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchisi ekologik jihatdan chuqur ahamiyatga ega. Bilamiz, yashil olam havoda kislorod manto to'yintiradi, go'zallik bag'ishlaydi,
qolaversa pul, qolaversa oziq-ovqat masalalarini yechadi. Endi iqlim, joylashuvimiz qaysi uzumlarni sifatli yetkazish imkonini beradi? Masalan, Buxoroda, Qoraqalpoqda mana shu o'zini moslashish jarayonlari bor. Mahalliylashtirishda biz mana bu uzumlarimizni biz yetishtirsak ko'proq eksport bobligi oshadi. Albatta uzum o'zi asli fiziologik jihatdan yer tanlamaydi. Faqat mehr tanlaydi. O'g'itini berib, dorisini sepib, parvarishini qilsangiz, har qanday sharoitda bizni O'zbekiston sharoitida uzum bo'laveradi. Faqatgina sizot suvlarini sathi 2 metrdan yuqori ko'tarib ketmasligi kerak. Qolgan hamma sharoitda toshmi, adirmi, qayerda bo'lsa ham bo'laveradi. Ko'pchilik uzumga ko'p suv qo'ysa sho'rtishib ketadi deydi. Buloq boshiga yo'l chiqsa, katta anhorni uzum qilib qo'ygan, oltindek tog'lanyapti. Bu o'ziga xos shu yerda agrotexnikasini tanlay bilgandan iborat. Demak, sizot suvlar, masalan, Oltiko'l tumanida, Izboskan tumanida ayrim hududlarda, men o'zim izboskanlikman, shu 1,5 metr yerni kovlasangiz, suv chiqib ketadi. Oltiko'l tumanida ham shunaqa deyiladi ayrim hududlarda. Demak, bu joylarda uzumni yaxshi rivojlanish qiyin. Yo'q. Unday demoqchi emasman. Mana o'sha sizot suvlari 2 metrdan yuqori ko'tarilgan joylarda bularga alohida agrotexnik tadbir qo'llanadi. Ya'ni sug'orish tartibga solinadi. Ikkinchisi egatlari chuqurroq olinadi. Imkon bo'lsa shu tok tupidan 2 metr nariroqqa bitta vertikal chuqur kovlab qo'yiladi. Xonadonda yig'ilgan suv elektr nasoslar bilan chiqarib tashlanadi. Insonni qo'ldan kelmaydigan narsa yo'q. Rosa shunga hafsala bo'lsa, shunchaki mehr bo'lsa, albatta qilsa bo'ladi. Mana endi shu usta dehqon Abduqodir aka mana Asakadan tashrif buyurdi. Shu uzumlarni yetishtirgan, mana shu uzumlarni yangiliklarni shu xalq dasturxoniga yetkazib berayotgan inson. Mana necha yildan beri shu sohaning ichidasiz, mana shu aynan uzumchilikning ichida. Assalomu alaykum. Aziz tomoshabin o'rtoqlar. Mana Mutalbijon akam aytgandek, uzum yer tanlamaydi. Bunga faqat mehr berish kerak. Albatta men bizni ota-bobolarimiz uzum yetishtirib kelgan. U paytlarda bunaqa sortlar yo'q edi. Mana 10 yilda bu yerda Mutalbijon akam aytgandek, mana shunaqa yangi navlar kirib keldi. Hozir bizda ham mana shu Avatar, Ebir, Rizamat shu navlar nihoyatda hozir yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hosildorligi yaxshi. Menda 5 xil 6 xil turlari bor. Bularda yerlarimiz nihoyatda yaxshi. Hech qachon yerlardan nolimaymiz, chunki qancha o'zingiz mehnat qilib, yurakdan chiqarib mehnat qilsangiz, o'shanga yarasha hosil olasiz. Daromadi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun erta bahordan to kechki kuzgacha mehnat qilamiz oila bilan. O'shanga yarasha Uni ostidan ham bir foydalanish imkoniyati bor bahorda. Asakaga albatta. Bir ana shu ostidan ham tepada demak endi bak chiqaryapti. Ostida mana buloq boshida ko'rdim, Jalaquduq tumanida ko'rdim, lola yetishtiryapti-da ostida. Asakada qanday tajriba? Bizda burun 2018-yili sovuq anaqa urgan paytda tagiga pomidor ekib yubordik. Sovuq urgandan keyin. Endi tepadan bo'lmagandan keyin hech bo'lmasa ostidan olaylik deb pomidor ekkan edik, banan sortidan. O'sha sekin-sekin rivojlanib turib, o'sha yerdagi pomidor ham bo'lib ketaverdi, tepadan yana uzum hosilga ham kirib ketdi. Tepadan ham, pastdan ham hosil oldik. Demak, bo'laverar ekan. Mana bu yil kartoshkaga o'tdik, kartoshkamiz ham yaxshi bo'ldi. Vaqtida agrotexnika Mutalbijon akam aytmoqchi, mahalliy o'g'itlarni berib, o'shinga dorilarni vaqtida sepsak, o'sha ishlar bo'laveradi, daromad yaxshi olinaveradi. Bizda hozir 5 xil, 6 xil turlari bor. Avatar bor, kelin barmoq bor. Ketmon dastasi bor. Asosan hozir biz asosiy chetga berayotganlarimiz ketmon dastalari. Ketmon dastasi. O'zi avvallari shu chiligini bilardik, daroyini bilardik, keyin Andijon qora. Andijon qora, keyin yana bir uzum bo'lardi haligi kuzda pishadigan katta qo'rg'on derdim, toifi derdim. Yumaloq, yumaloq bo'lardi. Kech uzumlar, katta qo'rg'on bo'lardi. Shunaqa uzum bo'lardi. Hozir mana men bugun mana studiyada turgan uzumlar, men buni Andijon qora deb o'ylayapman, lekin qanaqa uzum bu? Xo'p, endi G'ayratbek hali savol berdi, qanaqa navlarni tavsiya qilasiz deb.
avvalo ota bobomiz ekib kelgan navlardan tanib bo'lmaydi. Mana Rizamat ota F1 deyapti, u ham mahalliy o'zimiz seleksiya navlari. Kelin barmoq Husayni, Lo'nda Husayni, Hasayni, Ketmon sopi, Qora janjal, Anjan qora, Qora kaltak juda ko'p navlarimiz borki, bular sanab oxiriga yetib bo'lmaydi. Lekin bugungi dunyo bozorida bo'layotgan talab va takliflarga qarab tokzorlar barpo qilmasak yoki xonadonimizga shu toklarni ekmasak, ertaga biz bozorimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Ularni bir-birini joylashuvchi, misol uchun ayrim nihollar, ko'chatlarni mana shu meva qilishda bitta joyga joylashtirsangiz, u yer ularni changlanishida muammo bo'ladi yoki hosil berishda muammo bo'ladi. Bularda umuman farqi bo'lmasa kerak. Xo'p, bormi joy? hozir mana oldimizda 3 xil uzum navi turibdi. Mana bu Avatar degan nav, Janubiy Amerika seleksiyasi. Shingili 600 grammdan 1 kilogrammgacha boradi. Mana bu mevalarini og'irligi 10 grammdan ayrim hollarda 25 grammgacha boradi. Mana men kesib ko'rsataman, bu uzumni urug'i yo'q. Urug'i yo'q shunchalik katta uzum. Kishmishbob nav mana. Marhamat, ta'mini ham ko'rishinglar mumkin. Qo'yil. Bu navdan qariyb 100 gektarga yaqin maydonga 2 yil bo'ldi ekkanmiz. Mana oldi nishonalarini berdi. Endi mana bu go'zal uzum, bu manikür finger. Kelin barmoq uzumimizga lak qo'yib qo'ygan yo'q shay. Bu dunyo bozorida o'ta qimmatbaho nav hisoblanadi. Har qanday stolga yoki bozorga mehmonga qo'ysangiz o'zini jalb qila oladigan darajada. Pishar-pishmasga o'xshab ko'rinadi. Bir ikkisi shiraliligi o'rtacha Yevropa navlariga mansub. Endi mana bu navimiz bu hozir umumiy seleksiyada kelib qoldi, xonadonda endi hosilga kirdi. Bu Alifka degan navga tortayapti. Shingillari 2 kilogrammgacha boradi. Mana bu donalari 8-12 gramm, hosildorligi gektardan 25 tonnagacha boradi. Urug'i bor buni. Anjon qora Buni bo'lsa ekan. urug'i bor. Bu Anjon qora nav emas, Pobeda ham emas. Endi nima uchun bularni ko'paytiryapmiz? Butun dunyo urug'siz uzumga o'tib ketyapti. Yevropa, hatto arab davlatlari ham urug'siz uzum so'rayapti. Ikkinchisi, hosil pishgan paytda buni isrofgarchiligini oldini olish uchun mashina shunday mayiz qilib qo'ysangiz, juda ham sifatli, oliy darajada 1 kilogrammi 801 million so'mdan sotilayotgan mayiz olinadi. 1 million. Xonadonga ekib qo'ysa, bu sasimaydi, achimaydi. Shunday qoqib qo'yadi, qish ichi farzandlarni, bolalarni vitamin, glyukozaga boy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Bundan tashqari endi ekish uchun tavsiya qiladigan navlarimiz hali aytib o'tib ketdim. Mahalliy navlarimizdan Rizamat ota, F1, Ketmon sopi, Kelin barmoq Husayni, Lo'nda Husayni, Novot degan navlarimiz bor. Chet el navlaridan Lamborghini urug'siz uzum, Husaynining urug'sizi, Avatar, manikür finger, Alifka, Helaun. Ya'ni butun hozirgi kelayotgan odamlar ham shu navlarni so'rayapti. Biz qayerdan olamiz buni? Endi bu navlarni parvarishi, ko'chatlarni yetishtirish, Avatar uzumini O'zbekistonda qariyb 3 million ko'chat yetishtirilyapti. Biz o'zimizda ham hozir ko'chat yetishtirishni boshladik. Manikür fingerni ham yetishtirishni boshladik. Shu kunlarda, shu yilda O'zbekistonga 100 ga yaqin chet el navlari turli yo'llar bilan, ishqibozlar bilan, haligi fanatlar orqali kelib sinovdan o'tyapti. Seleksioner degani albatta yangi nav yaratuvchi degani emas. U navimizni shu yerga moslashadimi, qanaqa hosil beradi, qanday parvarish qilamiz, bularni o'rganib, ijtimoiy tarmoqlarda gruppamiz bor. Shu gruppamiz orqali yoritib boramiz. Endi yana bir narsani aytmoqchi edim, so'ramoqchi edim Abdumutallib aka, Abduqodir aka. Mana shu yangi navlar yaratilyapti. Albatta buni daromadi yaxshi, hosildorligi yaxshi. Lekin o'sha siz aytganingizdek, ota-bobomizdan kelgan saqlanib kelayotgan o'sha o'zimiz eski uzumlarimiz bor. O'shalarni ta'mini bulardan topish qiyin.
Balki men endi bitta iste'molchi sifatida bu narsani aytib o'tyapman. Ulardagi bor ta'm bularda yo'q. Balki bittasi bularni o'ziga xos. ta'mi ulardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yoki biz shu doimiy o'rganib qolganligimiz uchunmikin bu narsa? Yo'q, unday emas. Har bir narsani, har bir holatda o'ziga beriladigan baho bor. Qaysidir nav o'zini ko'rinishi bilan, qaysidir nav o'zini tarkibidagi shira bilan, qaysidir nav uzumlarda muskat degan narsa bor. Umuman tabiatda muskat degan narsa bor. Bu takrorlanmas ta'm beradi. Mana O'zbekiston muskati degan uzum bo'lardi. Yesangiz shunaqa shirin ta'm berardi. Yana shu bilan bir qatorda men bitta sohaga ham to'xtalib o'tib ketaman endi. Sizni savolingizga biz qadimiy navlarimizni yo'qotib yubormasligimiz kerak. Iloji bo'lsa biz endi hozir yaxshi olimlar Mansur Noliy tajriba xo'jaligimizda ish olib boryapti yoshlar. Shular ishtirokida bir gektar yerda Andijon viloyatidagi mavjud navlarni u shirinmi, bemazami, yaxshimi, yomonmi kelajakda yangi navlarni o'zimiz brendlarimiz bo'lishi uchun kolleksiyasini yaratmoqchimiz. Shularni yig'ib joyiga qo'yib qo'yamiz. Biz bu bilan o'zimizni navlarimizni kamchiligini qidirmayapmiz. Bugun dunyo bozori, dunyo so'rayotgan navni ko'proq yetishtirib, dehqon ko'proq daromad ko'rsin deyapmiz. Endi bitta og'riq joyimiz bor. Sanoatbop degan termin bor. Aynan shu Mayiz boblarni qayta ishlash uzumlarimizda ham sanoatbop navlar degan nimamiz bor, terminimiz bor. Bu faqatgina vinochi degani emas. Chunki bugun masalan alkogol ichimliklardan odamlar o'zini tortib bir boshqa yo'nalishga ketyapmiz, lekin sanoatbop degani bu faqat vino degani emas. Bu uzumdan olinadigan turli sharbatlar bor, shinnilar bor, konsentratlar bor. Qolaversa buni urug'idan yoki o'sha masalan Riesling, Ricacitelli, Hindagni degan navlarimizni urug'idan olib parfumeriyada foydalanadigan holatlari bor. Biz hali tushunib yetmagan moddalari bor-da, shuning uchun ham sanoatbop navlarni ham ma'lum ma'noda o'z o'rni bo'lganligi uchun ekishni ko'paytirishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ertaga bundan olingan sok bilan undan olingan sokni katta farqi bo'ladi. Chunki qaysidir uzumda qaysidir modda ko'p shifobaxshligi, qaysidir uzumda shirasi ko'proq. Shuning uchun sanoatbop navlarning ham o'ziga xos ahamiyati bor. Abduqodir aka, mana siz uzumchilikda bog'bon sifatida faoliyat olib borib kelasiz. Qancha uzumni, qaysi uzumni siz o'zingiz ta'mini, mazasini yaxshi deb ayta olasiz? Xalq orasida ko'proq yurasiz-ku. Shunda yurganingizda aytadi odamlar. Bizga mana shu o'zimizni Husayni uzum yaxshi, ta'mi zo'r, shirin bo'ladi deydi. Oq uzum, ha? Ha, oq uzum. Ular mana shu bir zamonda hali nima bo'lganda dunyo bo'yicha anaqa nimaga chiqqanda birinchilikda olgan ekan, oltin medal olgan ekan. Husayni uzumdan. Mana shu undan keyin mana daroy uzumimiz bor, qizil uzum, non uzum deyiladi. O'shalarni ham odamlar suyib yeydi. Hozir mana shu navlarni ko'paytirganmiz, Xudoga shukr. Endi zamonga qarab kelyapti-da endi bu. Lekin Husaynlarni ham Mutalibjon akam aytmoqchi, oldingi burungi ota-bobomiz davridagi uzumlarni ham yo'qotmasligimiz kerak. Sababi xalq o'shani so'raydi. Daromad qanday bo'ladi? Daromadni ham ayting. Daromad endi hamma necha sotiq yer? Yo'q, gektarmi? Gektar. Necha gektar? O'zimda shaxsan 1 gektar yer bor. 1 gektardan qancha? Qani nechta nav ekilgan, joylashtirilgan? Endi asosan ketmon sopa, ketmon dastasi bormi endi? Qolgan qismlarida mana avatar qo'yganman, bir rizamatlar bor, kelin barmoq bor. Ularni hammasini yig'ishtirsangiz, Xudo xolasa berganda 30 tonna, 35 tonna uzum beradi. Ha, demak, bugun yaxshi mehnat qilsa uzumchilikda ortidan yaxshigina daromad topish mumkin. O'sha aytilgandek mana buloq boshida xonadonlarga ekib turib qancha daromad topyapti ular. Bugun to'g'rimi? Lekin mana shu bog'dorchilik sohasida ham yana bir narsa savol bermoqchi edim Abdumutalib aka. Shu bog'dorchilik tashkil qilishda subsidiyalar berilyapti. Eski ko'chatlarni olib tashlab, yangi ko'chatlar qo'yishga deyilyapti. Buni tartibi qanday bo'lyapti? Endi avvalo bog'ni yangilashning o'ziga xos tartibi bor.
Sababi u yerga dehqon mehnat qilgan, uni balans qiymati deydi, mehri tushib qo'ygan bo'ladi. U bog'ni o'zdirish ancha muncha dehqonga qiyin bo'ladi. Sababi otamdan qolgan bog' degan terminlar bo'ladi. Bu bog'larni yangilash uchun o'ziga xos tushuncha, o'ziga xos bir odamlarga tushirish talab qiladi. Xuddi mana shu narsalarni amalga oshirish uchun muhtaram prezidentimizning 108-sonli 9-yilda farmoni qabul qilindi. Bu farmonda shunaqa mukammal bir sharoit yaratib berildiki, dehqon ham, rahbarlar ham qiynalmaydigan darajada bog'larni yangilash uchun sharoit yaratib berildi. Birinchisi, bog' tashkil qilish uchun qator subsidiyalar belgilandi. Bu birinchisi sug'orish tarmog'i uchun. Kavlagan tik qudugi uchun belgilangan tartibda subsidiya bor. Tomchilatib sug'orishni joriy qilganligi uchun subsidiya bor. Biron bir joydan metal trubalar yoki plastmassa trubalar orqali suv olib chiqqanligi uchun subsidiya bor. Endi bu tomchilatib sug'orishni o'zi quyosh panellari uchun bor, membrana hovuzlari uchun bor. Endi bog' yaratish uchun har bir sotib olgan ko'chatiga sotib olgan qiymatining 50%, lekin 25 ming so'mdan ortmagan miqdorda yeb ketarga subsidiya bor. Faqat ko'chat uchun. Qo'ygan shipalleri uchun tokzorga 25 ming so'mdan 70 ming so'mgacha shipallerini turiga qarab subsidiya bor. Bular hammasi beg'araz yordamda deyapman, subsidiya. Shu bog'dorchilikni rivojlantirish uchun qancha imtiyozlar berilyapti. Endi bundan tashqari 1 yilgacha shu 1 gektar bog'ni parvarishi uchun 5 million so'mdan yana subsidiya bor. Ko'ryapsizmi sharoitni? Hamma yo'qda qilib beryapti, biz faqat ishlashimiz qolyapti xolos. Endi shu bilan bir qatorda u bog'ni egallab yotibdi, ichiga bedan ekib qo'ygan, 6 ta molini boqadi xolos. Lekin qolganlarga salbiy ta'sir qilmasligi uchun xuddi shu odamga biz agentligimiz tomonidan dalolatnoma beriladi. Ya'ni muhtaram bog'bon, sizni bog'ingiz olayotgan daromadingiz parvarishingizga qarab turib samarasiz deb topildi. Siz kelasi yilga yoki bu yildan shu yerda sanoatlashgan bog' tashkil qilishingiz kerak. Dalolatnomani berdi. 12 oy o'tguncha qilmasangiz, soliqlaringiz 3 barobarga oshadi. 24 oygacha qilmasangiz, o'z-o'zidan sug'orish tarmog'idan uzib qo'yiladi. Demak, dehqon yaxshilik bilan tushunmasa, endi qolganlar ham bu yotdi-yu, chunki yer xalqni boqish kerak, yo'lga turmaslik kerak, uni uvoli bor. To'g'ri. Shuning uchun ham shunaqa sharoitlar yaratildi. Albatta, qarang, berilayotgan imtiyozlarni bundan foydalansa, dehqon albatta baraka topadi, foyda qiladi, daromad topadi. Ayrim bog'lar bor, borsangiz meva bormi desangiz, bu yil qilmadi deydi, keyingi yil qiladi deydi. Shunaqa tushunchaga o'tib qolgan. Kimdir yaxshi qilmasa, mix qoqadi yo temir ilib qo'yadi-da, shunaqa tushunchaga o'tib qolgan holatlar ham bo'ladi-da, lekin mana aytilgandek, mana Abduqodir akalarim mana bugun yaxshigina daromad qilib 30 tonnadan ortiq hosil olib, hosil ko'tarib, bugun o'sha o'ziga berilgan yerdan foydalanyapti, xalqqa naf bo'lyapti, iqtisodiyotda o'sishga yordam beryapti. Albatta biz shu tokzorlarga boramiz Abduqodir aka, mehmon bo'lib, mana shu joylarda. Yaxshi niyatda biz ham yana yer o'sha 1 gektar yana qo'shib, yangi navlardan qo'ymoqchimiz. Hozir o'zimda 100 mingtadan oshiq ko'chat bor. Ko'paytirasizmi? Ko'paytiraman, ha. Mana shu sortlarda hammasidan bor. Voh, qachon ekamiz u ko'chatlarni olib? Kuzdami? Kuzda, bahorda ekamiz. Kuzda, bahorda. Rahmat. Abdumutalib aka, Abduqodir aka, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun o'zingizni qimmatli vaqtingizni ayamasdan va ajoyib bir yangiliklarni sizdan eshitganimiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz o'sha tokzorlarga albatta boramiz. Boringlar. Salomat bo'linglar. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi va biz Andijon nafasi ko'rsatuvudamiz, jonli efirdamiz. Bugun 7-avgust sanasi, hafta kuniga juma. Oldinda yana bizda ajoyib suhbatdoshlarimiz bor, studiyamizga taklif etganmiz. Aynan mana bugun o'sha chorva, uy hayvonlari hujjatlashtirishi, shu kabi bo'lgan yangiliklarga aniq ma'lumotlar olish uchun, aynan ulardan shu yo'nalishdagi rasmiy ma'lumotlarni olish uchun taklif etganmiz va hozir go'zal bir taronaga navbatni bersak-da, undan so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Yana ko'z uyida ma'vo qilibsen,
ko'ngil koshonasida jo qilibsen, yana ko'zida mavo qilibsen, ko'ngil koshonasida jo qilibsen, yana savdo yuzul tingdin nigora, meni oshuftavu shaydo qilibsen, yana savdo yuzul tingdin nigora, meni oshuftavu shaydo qilibsen, shaydo qilibsen, shaydo qilibsen, meni oshuftavu shaydo qilibsen, daryo qilibsen, daryo qilibsen, ko'zimning yoshini daryo qilibsen. G'aming yo'q jon agar bersam g'amingdan, o'zingni buncha beparvo qilibsen. G'aming yo'q jon agar bersam g'amingdan, o'zingni buncha beparvo qilibsen. Qoshingdan meni o'qdek tashlar uchun, yangi oydek qoshingni yo'q qilibsen. Qoshingdan meni o'qdek tashlar uchun, yangi oydek qoshingni yo'q qilibsen. Shaydo qilibsen, shaydo qilibsen, meni oshuftavu shaydo qilibsen, daryo qilibsen, daryo qilibsen, ko'zimning yoshini daryo qilibsen. Ko'zimdan yoshirib, ey bahri alqab, ko'zimning yoshini daryo qilibsen. Ko'zimdan yoshirib, ey bahri alqab, ko'zimning yoshini daryo qilibsen. Daryo qilibsen, daryo qilibsen, ko'zimning yoshini daryo qilibsen. Sog'inmas jannatul mavon bobu, oning ko'nglida to mavo qilibsen. Sog'inmas jannatul mavon bobu, oning ko'nglida to mavo qilibsen. Shaydo qilibsen, shaydo qilibsen, meni oshuftavu shaydo qilibsen. Daryo qilibsen, daryo qilibsen, ko'zimning yoshini daryo qilibsen, shaydo qilibsen. Davom etamiz. Siz Andijon nafasi dasturini tomosha qilmoqdasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda turli shov-shuvlarga sabab bo'layotgan mavzuga bugun oydinlik kiritamiz. Haqiqatan ham hayvonlar uchun, chorva hayvonlari uchun, uy hayvonlari uchun umuman pasport olinadimi degan savollar juda ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda turli roliklar ham namoyish etilyapti. Bu qanchalik to'g'ri, lekin haqiqatan ham bu haqiqatga yaqinmi? Ana shu savollarimizga javob olamiz. Lekin birozdan so'ng, chunki aynan ushbu savollarimizga javob olish uchun biz studiyamizga Andijon viloyati veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Dirmanot aka Qayumovni taklif etganmiz. Dirmanot aka, studiyamizga xush kelibsiz. Hozir o'sha savolga baribir albatta batafsil javob berasiz.
lekin yana bir yangilik bo'ldi. Andijonga birinchi marotaba samolyotda yangi chorva hayvonlar olib kelindi. Mana shu keyin mana men kecha kuni yana bir yangilikni eshitdim. Har bir xonadonga endilikda shunaqa nasldor chorva hayvonlar har bir xonadonga emas, menimcha boqish istagida bo'lgan oilalarga naslchilikni rivojlantirish maqsadida shu hayvonlar beriladi degan bir xabarlar tarqaldi. Keling shu ikkala xabarga bir siz batafsil bir javob bersangiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin o'rtoqlar. Bugun mana shu ochiq Andijon nafasi ko'rsatuviga taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Men bugungi kunda tez suratda o'sib borayotgan xalqimizni asosiy turlaridan biri bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligi eng katta to'liq ta'minlash muammoli masalalardan biri bo'lyapti. Shunday ekan mana hurmatli yurtboshimiz tomonidan keyingi yillarda barcha sohalar kabi bu chorvachilik sohasida ham katta qaror, vazifa, chorva bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarimizga ochiq katta yo'nalishlarni va rag'batlarni belgilab beryapti. Mana bu qarorlardan biri oxirgisini aytadigan bo'lsam, 2026-yil 12-may kuni 179-sonli qaror tasdiqlandi. Bu qaror bilan umuman chorvachilik istagini bildirgan, shug'ullanish istagini bildirgan chorvadorlarimizga bir qancha imtiyozlar berildi. Shulardan biri misol uchun chet davlatdan nasllik chorva hayvonlarini olib kelgan har bir bosh qoramol uchun 4 million so'mdan subsidiya ajratiladi. Bu nimani belgilaydi? Bu asosiy maqsad chorvani naslini yaxshilash. Buni orqasidan ertaga aholimizni chorvachilik mahsuloti bilan to'liq ta'minlash. Shuni bitta alindaqasi bir belgisi desam bo'laveradi. Bundan tashqari yana chetdan kelgan hayvonlarni endes, ya'ni 12% soliqdan nasllik mollarda olib kelsa, bundan ozod qildi. Chorva oziqasi uchun yetishtiriladigan yer maydonlarini haligi nasos agregatlari orqali sug'oriladigan yer maydonlarini umumiy elektr energiyasini 50%ni davlat tomonidan qoplab beriladi. Buni sanog'i ko'p. Buning hammasi shu xalqimizni ertaga asosiy turlardan biri bo'lgan chorvachilik mahsulotlari, go'sht, sut mahsulotlarini yetishtirilayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Biz hozir qaysi davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz va qaysi davlatlardan bizga ana shu naslli chorva hayvonlari kirib kelyapti? Keyin aynan men Belorussiya bo'yicha ham savol bermoqchiman. Belorussiya bo'yicha siz aynan chorvachilik bo'yicha siz mas'uliyati biriktirilgansiz. Aynan andijonlik chorvadorlardan necha nafar aynan ushbu davlatda chorvachilikni yo'lga qo'yyapti? Biz aynan ana shu hududdan chorva hayvonlarini olib parvarish qilamizmi yoki O'zbekistonda naslini yaxshilab olib borib, bu yerda parvarish qilib, go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlarini olib kelib sotamizmi? Qanday tartib bo'ladi? Dastlab ana shu savolimga bersangiz javob. Rahmat. Mana yana bitta narsani endi ochiq-oydin aytish kerak. Bugungi kunda xalqaro epizodik vaziyat degan termin yoki xalqni oldida har xil yuqumli, yuqumsiz kasalliklar tobora bugungi kunda boshqa davlatlarda bo'layotgan, boshqa joylarda bo'layotgan narsalarni holatlarda inobatga olib, bizda bugungi kunda asosan Belorussiya Respublikasi bilan, Mongoliya davlati bilan, mana Xitoy Xalq Respublikasi bilan oxirgi paytda chorvachilik sohasida bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Shundan mana misol o'tgan yil Mongoliya davlatidan qarib respublikamizga 100 ming boshdan ortiq mayda shoxli hayvonlar keldi. Bu chorva hayvonlari chetdan olib kelayotgan hayvonlar bizi sharoitimizda ertangi kunda adaptatsiya qilishi, mahsuldorligi, kasallik, havo iqlimimizga chidamliligi eng katta rol o'ynaydi. Bu mana o'zini samarasini berdi. Bugungi kunda yana bu yilga ham katta rejalarni qo'yganmiz. O'tgan yili 12 ta tadbirkorlar tomonidan
5000 boshdan ortiqroq mayda shoxli hayvon, ya'ni Mongoliya davlatidan Qo'ylar asosan. qo'ylar. Endi bu yil mana may oyida Xitoy davlatiga bordik. Xitoy davlatida ham 123 ming bosh qoramol uchun biz shartnoma tuzib keldik. 8 ta tadbirkor tomonidan. Andijonga keladi bu. Andijon viloyatiga keladi. 26-27 yil yakunigacha 123 ming bosh yirik shoxli hayvon, endi boshqa turdagi qiziqqan hayvonlar ham bor. Umuman 126 ming boshga shartnoma tuzib keldik. Asosan endi mana shu sigirlar, to'g'rimi? Sigirlar, ha? ha. Endi bular qaysi yo'nalishda? Go'sht yo'nalishidami, sut yo'nalishidami? Qanday hayvonlar endi Endi keladi? bugun mana bugungi kunda umuman chorvachilikda ikkita asosiy turda yo'nalish bo'lsa, go'sht yetishtirish, sut yetishtirish. Mana go'sht yetishtirishda asosan Aberdeen Angus, Simmental hayvonlarimiz go'sht yetishtirishga yo'nalishga haligi yo'nalishdagi hayvonlar hisoblanadi. Sut yo'nalishida mana Golstein Fries, mana Jersey degan yangi zotlar bor. Shu zotlar bilan shartnoma qilib kelindi. Qaysidir tadbirkorlarimiz go'sht yo'nalishida, qaysidir tadbirkorlarimiz endi sut yo'nalishida shartnomalar qilib kelindi. Buni oldi mana xabariylar bor. Kirib kelish boshlandi. Bugungi kunda 2000 dan ortiq hayvon Xitoy Xalq Respublikasidan yetib kelyapti. Endi mana iyul oyida hurmatli prezidentimizni Belorussiya Respublikasiga tashrifidan so'ng mana viloyat hokimimiz boshchiligida delegatsiya borib, biz Belorussiya Respublikasini Vitebskiy oblastida 11 ta tadbirkor tomonidan 10 ming bosh Golstein, ya'ni Golstein sut yo'nalishida bo'lgani bilan bo'rdoqiga baqiladigan novvoslarni 10 ming boshga asherda o'zida chorva komplekslarini ijaraga olib, bugungi kunda yerlarni biriktirib, hamma shu 11 ta tadbirkorga alohida yuridik hisob raqam ochilib, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilyapti. Bugungi kunda oziqa jamg'arish ishlari endi chorvada asosan oziqa bo'lishi kerak, mana qish mavsumiga qarab ketyapmiz. Shuning uchun bu tadbirkorlarimiz ham bugungi kunda asosan oziqasini jamg'aryapti. Undan maqsad nima? Ertaga aholimizga arzon, sifatli go'sht mahsulotlarini yetkazib kelishdi. Ha, endi u yerlarda masalan yer maydonlari katta. Yer maydonlari asosan shu yaylovlar deymizda, yaylov o'sha Ochiq holda boqishga. keyin shu bilan birgalikda ularni o'sha qishki yemlarni yetishtirish uchun ham, zaxirasini yaratish uchun ham u yerda yer maydonlari bor. Shuning uchun u joyda chorvachilikni rivojlantirib, shu joyda nasldor hayvonlarni o'zimizga olib kelish yoki go'shtini yuborish yo bo'lmasa sut mahsulotlarini yuborish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Albatta, bu asosiy maqsad bizni Andijon viloyatini tadbirkorlari, biz o'zimizda ham umuman aholini, fermer xo'jaliklarida bugun bunday olib aytsam, qo'lida, qaramog'ida 1 million boshdan ortiq yirik shoxli hayvonlarimiz bor. 1,5 million boshdan ortiq mayda shoxli hayvonlarimiz bor. Biz endi yaylov, yer Andijon viloyatida tanqisligini inobatga olib, bu intensiv usulda boqamiz biz. Asosan xonadonlarda yaylov sharoiti yo'q. Endi bu ham tannarxga ta'sir qiladi. Dalada yeb yurganga nisbatan bu yig'ishtirib olib kelish, mehnat, texnika, boshqa ta'sirlar hisobiga oziqa manbasi qimmatlashadi, yetishtiradigan mahsulotimizni tannarxi oshib boradi. Shunday ekan mana u Belorussiya davlatlarida bir bosh molga 1 gektar yer berilyapti. Sizda-chi? Bizda vaholanki bu 30 sotik. 30 sotik deb belgilangan. Endi 3 barobar. 3 barobarga imkoniyatlar keng. Bundan ham yuqori rahmat avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Bu imkoniyatlarni yaratib, asherda yetishtirilgan har qanday mahsulotimizni O'zbekistonimizga bemalol import qilib olib kelish imkoniyati ham bor. Endi o'sha birinchi savolga yana qaytamiz. Endi mana chorva uy hayvonlarini ro'yxatga olish, shu bilan birgalikda
ularga endi pasport berilar ekan, ularga shu hujjat berilar ekan, hujjat bermasa bo'lmas ekan degan bir mana shov-shuvli gaplar ommaviy axborot vositalari orqali mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Mana shunga bir batafsil ma'lumot bersangiz. Rahmat. Bu endi bunday olib qaytsak, chorva hayvonlarni identifikatsiya qilish bu rivojlanayotgan davlatlarda olib borilayotgan islohotlarning biri. Buni zamini nima? Identifikatsiya deganda endi men umuman ommaviy axborot vositasi orqali butun xalqimizga aytaman. Bu 2017-yili Vazirlar Mahkamasi tomonidan 24-sentyabrda 748-sonli qaror tasdiqlangan. Bu qarorga asosan biz shu kungacha chorva hayvonlarini identifikatsiya qilib kelyapmiz. Ya'ni identifikatsiya degani hisob kitobini yuritish. Buni har xil talqin qilmashini so'rayman. Bundan asosiy maqsad oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Bu nima degani? Har xil kasalliklar, hayvonni kelib chiqishi, qayerda boqilyapti, endi oz miqdorda bo'lsa ham o'g'illik bor, chorva hayvonlar. Shularni oldi olinadi. Bu elektron bazaga tushadi. Naslini yaxshilash, ertaga qaysi hayvonda masalan endi seleksiya ishlari bor bu, naslchilik ishlari. Qaysidir hududimiz qorovla zotga, bunday qilib aytsam, qaysidir hududimiz shved zotiga mansub, qaysidir zotda Golishtin, shunga o'xshagan hududlarda o'ziga yarasha ixtisoslashuvi bor. Buning natijasida biz ertaga buni ro'yxatga olib qanday elektron bazaga tushiramiz. Buni hech qanaqaligi soliq hisoblaydi yoki boshqa degan narsaga talqin qilishni hojati yo'q. Ertaga shunga qarab davlat tomonidan ajratiladigan vaksina ta'minoti bo'ladi. O'ziga yarasha ertaga u hayvonni qanaqa epizodik vaziyat ketyapti u yerda. Shunaqa holatlarda oldini olish. Bilib kuzatish qanday bo'ladi? Xonadonga kirdik. Men misol uchun meni xonadonimda aytaylik chorva hayonim bor. Mishiq baqarman yoki parranda, umuman uy hayvonlarim bor. Sizni xodimingiz kirib dastlab qanday ishni amalga oshiradi? Fuqarolar ham mana meni 7-avgustdan boshlab xonadonimga kelib rasmga olar ekan, ro'yxatdan o'tkazar ekan, agar sotmoqchi bo'lsam bulardan ruxsat so'rar ekanman. Buni nasli kimi, otasi kim, turli mish-mishlar. Endi buni tartibini haqiqatdan ham biz mana sizni xodimingiz kirdi, ro'yxatga olish tartibi qanday? Endi ro'yxatdan chiqarib yuborish tartibi qanday? Shular haqida ham bir batafsil tushuntirib bersak. Bu jarayon shunday ketadi. Masalan, avvalambor bu qonunda shunday belgilangan 2028-yil 1-yanvargacha majburiy tartibda. O'zi veterinariya to'g'risidagi qonunda 19-moddasida hayvon egalarining majburiyatlari bor. Bu majburiyatlari har qanday hayvonni sotib oldingiz yoki sotdingiz deganda eng haligi yaqin bugungi kunda xalqimiz yashayotgan hududda mahalliy hokimiyat hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig'inlarini idoralari. Bu yerda xabardor qilib qo'yish kerak. Endi bundan tashqari har bir mahallaga bizni veterinariya xodimlarimiz biriktirilgan. Bular o'zi doimiy mana bahorgi, kuzgi emlash mavsumlarida doimiy ravishda xonadonda yuradi. Shu jarayonda bir yo'li bepul identifikatsiya qilib ketadi. Birinchi marta identifikatsiya qilish ishlari bepul. Birinchi martasi. Bu soni aniq, masalan 3 tadan oshig'iga yo'q. Qancha hayvoningiz bo'lsa, birinchi martasiga bepul qilinadi. Barcha xizmatlar bepul o'tkaziladi. Undan keyingi jarayonlarda bu hammasi hisob kitob bilan olib boriladi. Endi uy hayvonlaringizni biz o'zi muntazam veterinariya xizmati xodimlari emlash jarayonida parallelni tushirib ketadi buni. Hali davomiylikda, birgalikda elektron formaga tushiladi. Buni chiqarish, kiritish degani o'zi hayvon bozoriga yoki mana bugungi kunda qushxonalarga olib borilganda o'zi mobil apparatlarimiz bor. Avtomatik sirg'asini mutaxassislar tushirib qo'yadi, chiqib ketadi u.
chiqim bo'lib u haligi egasida muammo bo'lib menda qolib ketdi Xat yozib, unaqa chiqarib narsalar yo'q. Hammasi raqamlashtirish. Raqamlashtirishdan maqsad qancha chorva hayvonimiz bor, qanday kasalliklarni oldini olamiz. Ertaga butun dunyoda rivojlanayotgan davlatlarda ketayotgan haligi baholash reytingi hisobida shu ham bizni bitta yo'nalishimiz U hisoblanadi. qulog'ida bo'lar ekan hujjat. Hujjati qulog'ida bo'ladi. Unaqa yozma pasport itlarga, faqat uy hayvonlariga yozib beriladi. U qolgani hammasi chip orqali elektron bazaga Suratga tushiriladi. olinadi itlar ham. Itlar ham suratga olinib, iminnoy pasportga yozib belgilanmaydi. Yoshi, tusi, anamnez ma'lumotlari egasidan so'rab olinadi. Ha, bu o'zi avvallari ham bor edi bu Avvallari ham narsa. bor, Biz bu narsa. kuchuk boqqanmiz. Shu emlatgan olib borardik, o'sha quturishga qarshi deyiladi, kasallik emlatgan olib borsak, o'sha bizga kichkinagina hujjat berardi, keyin bizni kuchugimiz pasporti bor, ishlasa ham hujjati bor derdik-da. Shu joyda keyin biz telefon raqamlarimizni yozib olib, keyin yana ma'lum bir yil o'tgandan keyin yana aloqaga chiqardi ular. Kuchugingizni boqyapsizmi? Unga shunaqa dori keldi, ukol qilish kerak, emlash kerak. Shunga o'xshagan bir haqiqatdan ham bu o'sha uy hayvoni boqayotganlar uchun bu kerakli narsa o'zi aslida. Albatta. Albatta endi boshqacha talqin qilishni baribir boshqa. Huquqiy madaniyatni oshirishga ham mana shu suhbatimiz chunki ta'sir qilishi aniq, chunki turli mishmishlar, turli pasportni olish kerak ekan, pasporti bo'lmasa, demak, chorva hayvonlarida demak alohida belgilangan qulog'ida bo'ladi. Mana itlar uchun alohida bir mushuklar uchun, mushuklar uchun ham. Albatta, hammasi elektron hisob-kitob qilib yozib beriladi. U egasida ham doimiy imkoniyat bor. U hayvonlari to'g'risida ma'lumot olib turish. Qachon emlanganligi, qachon nima tadbir o'tkazildi, xohlagan payti hayvon egasi to'g'risida ma'lumot hayvonda o'tkazilgan tadbirlar to'g'risida ma'lumot ola oladi. Rahmat Dilmurod aka, mana shu bergan ma'lumotlaringiz uchun, o'zingiz qimmatli vaqtingizni ayamasdan studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Mana chorva hayvonlari qanday hujjatlar olish kerak, aslida bu jarayonlar qanday bo'ladi? Bunga biz mana bugun Andijon viloyati veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Dilmurod akadan batafsil ma'lumotlarni oldik. Endi esa ijodiy suhbatlar, lirik chekinish deydi-yu. G'ayrat aka mana bugun qishloq xo'jaligida, chorvachilik yo'nalishida bo'layotgan mavzular haqida juda qiynab kelayotgan suhbatlash. Endi dam olamiz deydi. Endi lirik chekinish qilamiz. O'zi asli Abdusalom aka mana iqtisod fanlari bo'yicha nomzod, aynan iqtisodiy fanlar bo'yicha olim inson, izlanishdagi inson. Toshkent iqtisodiyot universiteti aynan o'qituvchisi hisoblanadi. Lekin siz mana shu ijod sohasida ham, mana san'at deymizmi, ijod deymizmi, nazm, nasr deymizmi, har bir sohada o'ziga yarasha bir o'zini sinab ko'rgan va mana shu jarayonlarda faol bir qaynayotgan insonsizda. Bugun sizdan hozir xohlagan bir mavzudan suhbatlashsak bo'ladi-da. O'sha iqtisodiyotdan, hozirgi kundagi ta'lim sohasidan yoshlar bilan bog'liq bo'lgan va bugun keling ijod, san'at haqida gaplashaylik. Bugun mana bejizga tor ham olib kelinmadi. Iqtisod bo'yicha suhbatlashganimizda ham oxirida shu tordan bir shingil sizdan eshitamiz. Keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun esa haqiqatdan ham san'at haqida gaplashsak, Abdusalom aka, studiyamizga xush kelibsiz. Shu vaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Avvalo, hurmatli hamyurtlar, andijonliklar. Boyadan buyon men ko'rsatuvni juda kuzatib o'tiribman-da. Birinchi bu dehqonchilik, bu xalqni dasturxoni dehqonchilik bilanda. Dehqonchilikda hosildorlik. Keyin chorvachilik bo'yicha gaplashdinglar. Bu chorvachilikda go'sht, sut mahsuloti bu mahsuldorlik. Ikkovi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xalqni dasturxoni to'kin sochin bo'ladi, iqtisodi yaxshi bo'ladi mamlakatda. Shuning uchun iqtisodga qiziqmasligimiz iqtisod uchun qizig'i yo'q. Chunki hammaga bu narsa kerak. Endi qarasak, bugungi kunda bizni mana shu iqtisod yaxshi bo'lsa, xalq farovon bo'lsa, endi nima eshitadi? Qo'shiq eshitadi. Ko'yniga kuy qo'shsa g'ani yoki yuqorida aytgan o'sha nazm, navo sig'ani. Ko'pincha nasr deganda badiiy adabiyotga oshnolik, she'riyatga oshnolik bo'lsa, bu ko'pincha nimada nasrda
o'sha romanlarga, turli xil asarlarda o'qishgan. Endi Navo ana shulardan kelib chiqib, xalqni ana shu orzularini, vatanni, onani, otaga bo'lgan munosabat, umuman yorga bo'lgan muhabbat va hokazo ishqi ilohiy nimalar kuyga solinadi. Shuning uchun keling ko'p vaqtda nima qilmaymizda. Eshitamizmi? Shunday. Endi Buni yo'q. ham bugun yoshlarimizga, bugun xalqimizga mumtoz qo'shiqlarimizni yetkazish juda katta mana Aynan shu muhtaram haqda prezidentimiz savol bor edi. Siz mayli davom etavering. muhtaram prezidentimiz tomonidan maqom ijrochiligiga, maqom qo'shiqni rivojlantirish bo'yicha umuman vodiyda Andijon viloyati juda ham peshqadam hisoblanadi. Yoki Xorazm maktabi deydi. O'zi Toshkent, Farg'ona yo'li, bu Buxoro yo'llari bor va Xorazmda yo'li bor o'zi qo'shiqchilikda. Shuning uchun biz mana shu Toshkent, Farg'ona yo'lidagi qo'shiqlarni avjlari yuqori bo'ladi. Ayniqsa mana shu Andijonda, mana Baliqchidan yetishib chiqqan juda ham katta bir zabardast hofiz Fattoxon Mamadaliyev. Men shu merosini ko'p o'rganyapman. Oxirgi paytlarda maqom ijrochilikda shu Fattoxon akaning qo'shiqlariga ham avval ko'proq mana shu ustozimiz O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini ko'proq eshitish bilan birgalikda bugungi kunda yuqorida aytildi, seleksiya degan narsa bor. Qo'shiqni eshitib inson o'zini yo'nalishini topish kerak. Agar ruxsat bersanglar, ijozatinglar bilan shu Fattoxon akani bir topmadim degan qo'shiqlari Biz bor. uchun yangilik lekin. Lekin juda ko'pchilik ana shu topmadimni eshitib ko'p narsani topyapti. Baraka topyapti. Shuning uchun efir vaqtini hisobga olgan holda qisqaroq aytib beramiz. Chunki muxlislarimiz nega doim to'la qo'shiq aytmaysiz deydi. To'la qo'shiq aytadigan alohida ko'rsatuvlar ham bo'ladi. Albatta. Shuning uchun efir. Topmadım hergiz sorağım hayda canım topmadım hergiz sorağım hayda canım beniLaştı sahralar müzler Gitti dermanım benim Oy Osman devrini büzdü Ah avganım beni Oy Hamiyesin aramayacağım Sensiz kirekmez bu cihana Yoklamaydır bir kelip mahtabanım benim mahtabanım Aslı bağıya yetalmay Nala aylar hayreti Aslı bağıya yetalmay Nala aylar hayreti Yığlab al köz
yoshligim yola aylar hayrati. Qip-qizil qonga bo'yab lola aylar hayrati. Dam-badam o'ylab nigorim lola aylar hayrati. La aqal bir yo'l kelibdir mayli sevganim mening. Topmadim hargiz sirog'im hayda janonim mening. ijrosidagi topmadim taronasini Abdusalom Maqsudaliyev talqinida mana hozirgina tingladik. Haqiqatdan ham biz sizni san'at sizni hozir tanimagan inson bu odam shu maqomchi, shunaqa qo'shiqchi bo'lsa kerak deb o'tirishibdi. Ha, taniganlar bo'lsa, bu yoqda bunaqa bir jihatlari ham bor ekanda deb iqtisodchi aytadi, bizni bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi deydi. Shuning uchun mana Abdusalom aka, bizni o'zimizni mana shu milliy san'atimiz deymiz, o'zimizni milliy estradamiz, milliy shu an'anaviy ijrochilik yo'nalishlarimiz bor. Lekin bugun mana shu yangi kuylanayotgan qo'shiqlarni yoshlar tomonidan yaratilayotgan ijod namunalarini tinglasangiz, ulardagi men ko'proq ohangga emas, ko'proq so'zlarga e'tibor qaratadigan bo'lganman. Umuman bizni foydalanuvimizda bo'lmagan so'zlarni bu olib kirilyapti. Bu ko'pchilik ertangi san'at shu deb qarayapti-da. Chunki avvallari mana shunday bir estrada kirib kelgan paytda ko'pchilikka yoqmagan. Bugungi san'at estradadan iborat. Bu ham yangi yo'nalish deyapti. Yo'q, yo'nalish boshqa. Lekin uni ijrosidagi so'zlar, matn, men shunga e'tibor qaratyapman. Bunga sizni fikringiz qanaqa? juda ham to'g'ri aytyapsiz. Bugun qo'shiqchilikda avvallari badiiy kengashlar bo'lar edi. Qo'shiq aytmoqchi bo'ladigan bo'lsam, shig'iridan o'tib xalqimizga eng durdonalar beriladi. Bugun e'tibor qaratadigan bo'lsak, efirlarda o'zbekchaga ruscha qo'shiqlar qo'shib, Alyonishga so'zlar ruscha o'zbekcha. Bu sekin-sekin avlodda tarbiyasini izdan chiqadi. Ikkinchi sayoz so'zlar. Ya'ni haligi so'z birikmaga o'xshagan bir nimasi to'g'ri kelsanglar aytilaveradigan qo'shiqlar ko'payib ketdi. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz alohida shu maqom ijrochiligiga, maqom qo'shiqlarni rivojlanish, maqom maktablarini yaratish va buni yaratilgan maktabni davom ettirish maqsadida shu topshiriq berilganligi uchun bugun yoshlarimiz mana Toshkent davlatda shu konservatoriyada, Toshkent davlat san'at madaniyat institutida alohida Yunus Rajabiy nomidagi maqom instituti tashkil qilingan. Mana shu joylarda bugun yoshlarimiz endi maqom ijrochiligini ham o'rganyapti. Albatta, har bir qo'shiqni yaratilishida shoirlar bilan ishlash kerak. Professional deymiz, mana shu sohani vakillarini, haligi ko'p yaxshi ko'radigan gapim, iqtisod sohasida ham ishlataman. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, chumchuq so'yadigan qassob so'ysin. Mana hozirgi dehqonchilikni ustalari gapirdi-da, chorvadorlarning ustasi kelib gapiryapti. O'sha sohada ham, har bir sohada ham aytgandek diplomi bo'lgani bilan yoki mana shu sohani men ustasi deya olmayman. Shuning uchun mana shu qo'shiqchilikda ham professionallar bilan birga ishlash kerak. Va yuqorida aytganimizda shu janrlarda estrada janri ham kerak. Chunki bu xalqaro dunyoga chiqishimiz uchun bu ham kerak. Yoki lirik qo'shiqlarimiz juda maza qilasiz. Sho'x qo'shiqlarimiz ham kerak. Lekin ruhiyatni tarbiyasida maqom qo'shiqlari juda katta. Yapon olimlari sinashgan ekan, Yevropada ham albatta nima qilingan? O'sha rock qo'shiqlar, juda ham shovqinli qo'shiqlarni qo'yib, o'simliklarni qo'yib qo'yganda, o'simliklar so'rib qolgan. Ma'lum bir vaqt yoki shovqinda yoki mana maqom qo'shiqlar yoki Mozartlar juda ham kichik simfonik nimalarni qo'yilganda, haligilar yana jonlanib, shuning uchun mana shu musiqa ham inson ruhiyatini tarbiyasiga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu borada Abu Nasr Farobiy rahbar, mana hozir shu doktorskiy ishim menejment bo'yicha qilayotganligim uchun boshqaruv bo'yicha. Abu Nasr Farobiy 72 ta tilni bilish bilan birgalikda rahbarlikda tayinlashda rahbarlarni
shakllantirishda 8 ta omilni hisobga olgan. 8 ta omilda bittasi musiqa ekan. Musiqani tushungan odamda estetik did, ya'ni farosat eng katta narsa aytadi. Aql bo'lishi mumkin, insonda farosat bo'lmasligi uchun shu didni, estetik madaniyatni yoki etikani yuqori darajaga olib chiqargan. Shuning uchun ahli san'at, ahli ilmlar bilan eng professionallar bilan ishlash kerak. Va yoshlar ham shunaqa haligi nima ko'rmagan deydi, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'lg'alar deydi. Shuning uchun albatta ustoz shogirdlik bu masalalari juda katta nima. Shuning uchun qo'shiqchilikda ham yuqorida aytgan o'zimizdan avvalgi chiqqan ustozlarni qo'shiqlarini o'rganib, har bir odam o'zining yo'lini yaratish kerak. Men yoshligimdan esimda bor. Aynan mana shu insonni ma'naviy kamolotida aynan qo'shiq san'atni juda katta o'rni borda. Mana yosh katta insonlarimiz ana shu bir plastikalar qo'yib maqom qo'shiqlarini qo'yadi. Endi ana shu oilada katta bo'layotgan, shu oilada yurgan kichkina bolachalar ana shu qulog'iga tushadi-da va aynan shu maqomda umuman sekin-sekin tushuna boshlaydi. Menimcha mana shu ma'naviyatni yuksaltirishda, qo'shiqni tinglashda ham oiladagi muhitga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Oilada masalan turli maqom qo'shiqlari, hali kattalarimiz aytadi, jippang qo'shiqlardan deydi. Mana shu ma'naviyatni bir yuksaltiradigan qo'shiqlarimiz bugungi kunda kamayib ketmayapti. Eshituvchilarimiz, kattalarimiz boshqa ish bilan ovora bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun sizning takliflaringiz, maslahatlaringiz mana shu yosh avlodni yuksak ma'naviyatli bo'lishda ana siz aytgandek tahrir qilingan she'rlar, badiiy kengashdan o'tgan qo'shiqlarni ko'proq eshittirgan ma'qulroq, to'g'rimi? Xuddi shunday. Oila har bir narsa aytadi, qush inida bola deydi, uyida ko'rganini qiladi. Shuning uchun oilada shu muhit bo'lish kerak. San'at. Bugun ana shu qo'shiqchilikda qarasangiz ko'pincha so'zlar yalang'ochlashib ketdi. Ya'ni shunday ochiq-oydin shunday so'zlarki, mediyasiga tegadi, juda birikmat. Mumtoz qo'shiqchilar mana o'sha Komiljon ustoz, Komiljon Otaniyozovdan boshlab, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov, Tavakkal Qodirov, undan keyingi mana Sherali Jo'rayev maktablari va hokazo maqomchilik ijrochiligida juda ham katta bir mana Tojikistonda ham maqom ijrochiligi bordir. Ozarbayjonda ham shunaqa maqom ijrochiligi bor, yig'laysiz. Ularda juda ham katta ulug'laydi maqom ijrochiligi. Chunki yuqorida aytganimizdek o'sha Alisher Navoiyni, Nizomiy Ganjaviyni, qo'yinki xaziniylarni, chustiylarni she'rlari, shu baytlariga, g'azallariga qo'shib qilingan, bularda ishqi ilohiy ham yotadi. Shuning uchun haligi shunaqa bo'lish kerakki, chustiy domlani bir nimasini yoqtiraman. Men o'zimni yaxshilardan yaxshi deb bildim, biroq ko'z ochib boqsam o'zimga hamma mendan yaxshiroq deydi. U ham mendan yaxshiroq, bu ham mendan yaxshiroq, eng yomoni men ekanman, hamma mendan yaxshiroq deydi. Buni qo'shiq ham qilishgan. Shunaqangi tarbiyaga yo'llovchi, masalan, shunaqa she'r bor, qo'shiq qilingan. Bugun bormiz sog'u salomat, ertagacha bu jon omonat, qo'limizdan ketmasdan omad, yaxshilik qil bizdan shu qoladi. Yoki yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Yomonga qilsang yaxshilik na aytadi, na qaytadi. Ma'murjon To'xtasinov ijro etgan shunaqa qo'shiqlar bo'lganda, avval odamni tarbiyaga, ta'limiyatga yo'naltirish kerak. Insonni aytyapmiz-ku, ruhiyatiga ta'sir qilingan deyapti. Shu so'zlar, oddiy mana oddiy Sherali Jo'rayevni yoshligim eshitsangiz, o'sha yoshlik o'tib ketayotgan umrga qadri yetish kerak ekan degan tushuncha keladi-da baribir. Lekin hozirgi ayrim qo'shiqlarni eshitsangiz, Meni tashlab ketding. yo'q, bir narsasida shunday shunaqa tarmoqlarda ko'rib qolamiz, izohlariga kirsangiz, yoqmasa eshitmang deydi. Yoqmasa eshitmang deydi. Endi iste'mol madaniyatimiz ham bor-da, nima to'g'ri kelsa, endi uni biz majbur emasmiz-ku. Yoqmasa eshitmang, yoqmasa tinglamang, yoqmasa ko'rmang degan narsa. Aslida biz yoqish, yoqmaslikdan sal uzoqroqda ijod qilish kerak menimcha, to'g'rimi? Ijod nima uchun qilinadi? Kimgadir yoqish uchun qilinadimi? Bu ijodkor odamlar, ayniqsa shoirlar, qo'shiqchilar, hofizlar, bular shunaqaki xalqning ma'naviyatini, madaniyatini o'stiradigan. Ijod shunaqa bo'lishi kerakki, yengil-yelpi oyoqni o'ynatish uchun emas. Shunaqa tarbiya bo'lishi kerakki, o'sha tanovorga qo'shiqni aytilganda tanovorga tushadigan o'zimiz o'zbekona haligi harakatli yoki mana Andijon polkasi mana bugungi kunda ommaviylashib nimaga Guinness rekordlariga xuddi shunaqangi narsalar bo'lishi kerakki, durdona bo'lishi kerak. U haligi so'zi yalang'och, oyoqni o'ynatishga, bir pul topishga yo'naltiriladigan emas. O'zi xalq boqadi. Yaxshi nima qilsa xalqimiz
to'yiga, gapiga, gashtagiga, yaxshi kunlariga, ana shu yubileylariga chaqirib hofizlarni ham, shoirlarni ham bu tek qo'yib qo'yadigan xalqimiz. Lekin biz ana shu sayozlashib ketib qoldik. Bu jihatdan ham yuqorida aytgan har bir narsaga ilmiy asos kerak. Dehqonchilikda ham ilmiy asosga qurish kerak. Chorvachilikda ham ilmiy asos kerak. San'at ham xuddi shunaqa. She'riyat, badiiy adabiyot, shuning uchun mumtoz adabiyot deydi. Yoki o'sha dunyo adabiyoti deydi. Uni ham biladigan bo'lsa, uni Mozartni ham bilish kerak. Musiqalarni o'sha tushungan odamda estetika. Mana ertalab ishxonaga kelguncha yoki bir nimaga biror joyga ketguncha 5 minut qo'shiq o'z xirgoyi qilib keting-da, ruhiyatingiz zo'r bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha psixologlar ham, zamonaviy psixologlarimiz ham, professional psixologlar ham aytayapti, musiqa tinglash. Mumtoz qarang, maza qilasiz, cho'liroq deysiz. Biz bugungi kunda shunaqa cho'liroqni eshitadigan yoshlarimiz tarbiyalayapmiz, yo'q degan masala bor. Shuning uchun ana shu oliy o'quv yurtlarini tashkil qilishda ham Yunus Rajabiy nomidagi alohida maqom instituti tashkil qilingani bekorga emas, bu Toshkentda. Shunaqa narsa. Yoki o'sha konservatoriyada ham. Baribir Sardor immuniteti past qo'shiqlar, bugun erta indin yashaydigan qo'shiqlar ertaga esimizdan chiqyapti-da. Lekin mana shu tinglovchilardagi tashiga tegib qo'yapti xolos. Tashiga tegishidan tashqari ham g'ayratdagi odamlarni o'sha yoshlarni tarbiyasiga ham shu narsa ta'sir qilyapti. Aytib yuribdi-da, aytib yuribdi, ovozda xirgoyi qilyapti u narsani. Ota-onasini oldidami, televizorda qo'yildi-yu bu, yo'insa tarmoqda chiqdi-yu deyapti-da. Shuni ular yana takrorlab yuribdi, sekin-sekin u iste'molga kirib boryapti-da shu narsa. Endi baribir iste'molchi o'zi masalan aytganu, derazani ochib qo'ysang ham kislorod kiradi, ham chang kiradi deydi-yu. Shunday, kim nimani olishiga bog'liq. Ha, shuni olishiga bog'liq. Bitta unda shu quvvati baland, immunitetiga ta'sir qiladigan bir yana bir ijrodan tinglasak. Vaqt nuqtai nazaridan ham o'zim yaratgan qo'shiq bor. O'zim so'zini ham Shuni aytmoqchi edim. Siz mana qo'shiq kuylaysiz, siz ijod qilib o'zingiz yangi qo'shiqlar ham juda ko'p. Hozir bir 20 ga yaqin qo'shiqlarni yozdim hozir. Alohida o'sha nimada studiyalarda yozdik. Endi xudo xolasa buni taqdim qilamiz. Endi yangi hali siyoh qurilmagan she'rlar bizda hozir. Ota-ona haqida. Ota-ona haqida. Meni hech kim suymas ekan onamdayin deydi-da. Meni hech kim suymas ekan otam. Ota-onamizdan ko'ra bizga eng yaqin do'st bo'lmaydi-da, shuning uchun Dünya yudun nayranglaring endi bildim. Ayrılıkning hanjarda bag'rim tildim. Dil to'rida armonlarim qavat, yurakkinam yig'lasa ham o'zim kuldim. Meni hech kim suymas ekan onamdayin. Menga hech kim kuymas ekan otamdayin. Meni hech kim suymas ekan onamdayin. Menga hech kim kuymas ekan otamdayin. Shunaqangi bir ota-onani ulug'lovchi qo'shiq. Yana bir nima, vaqt efir nuqtai nazaridan eng hali siyoh qurmagan holatdagi bir nima ikki qator. Bu ham go'zal nimada? Qanday mavzu? Bu yor vasfi to'g'risida. Nega o'sma qo'yding janona? Qoshing o'zi qaro edi-ku. Nega o'sma qo'yding janona? Qoshing o'zi qaro edi-ku. Qaro qoshing kipriklar o'qi. Yuragimni takror teshdi-ku. Nega o'sma qo'yding janona? Shunaqa bir yangi ijod namunalari. Shunday. Buni endi so'zlari, musiqalari kimga tegishli? Bugun bu xalq yo'li ko'proq xalq yo'lida yaratilgan, lekin
Hozirgi qo'shiqni keyingi qo'shiq aytganmi? She'ri Avaz Abdusalom o'zimizni andijonlik shoir. Yozuvchi juda ham bir zabardast, bugungi kunda qalami o'tkir va ko'proq ishlayotgan hozirgi kunda ishlayotgan shoirlarim Orif Hojimelievdi, Ikromjon Asli va mana shu Avaz Abdusalom shu shoirlarni ko'proq endi bu yog'i ko'proq o'sha Abdulla Orifovdan, Erkin Vohidovdan mana eng bir zabardast shoirlarimiz, qahramonlarimiz, O'zbekiston qahramonlari. Bundan tashqari Alisher Navoiy, Miskinni yoki Haziniyni nimalariga, g'azallariga ko'proq murojaat qilib, yuqorida aytgan ham lirik, ham mumtoz yo'nalishda qo'shiqlar qilyapti. Albatta sizdan yangi ijod namunalarini, yangi qo'shiqlarni albatta shu studiyamizda kutib qolamiz. Abdusalom aka bugungi suhbat uchun, ajoyib ijrolar uchun albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizni mana shu ilm sohasida, ijod, san'at sohasida qilayotgan ishlaringizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Rahmat sizlarga ham, umuman mana shu Andijon teleradio kompaniyasining xodimlariga, rahbariyatiga chuqur minnatdorlik bildiramiz. Sababi ko'rsatuvlarning sifati yoki saviyasi doim ko'tarib bo'ladi. Chunki xalqning saviyasini ko'taradigan asosiy bu omil mana shu ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Shuning uchun men zamonaviy dizaynda yana ham chiroyli bir avvalgi kelganimdan ko'ra ham shuning uchun men bu borada ham minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Iloyim mana shunday sifatli ko'rsatuvlarimiz ko'p bo'lsin. Xalqning ma'naviyatini, madaniyatini, yuqorida aytgan iqtisodiyotini ko'tarish yo'lidagi sizlarning ham ishinglarda 4-hokimiyat sifatida sizlarga ham sihat salomatlik, ishinglarga rivoj, doimo mana shu xalqimizni xursand qilib, minnatdor qilib yurish hammamizga nasib qilsin. Rahmat katta. Muhtaram teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'tib ham ketdi. Suhbatlarimiz qiziq, eng muhim yangiliklarni, xabarlarni yetkazishga harakat qildik. Andijon telekanali dasturlarini davom ettiradi. Biz esa Andijon nafas dasturi uchun yakun yasaymiz. Aziz teletomoshabinlar, aynan shu lahzalarda biz ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. G'ayrat akam aytib o'tgandek, ko'rsatuv davomida sizlarga yangiliklarni, o'zgarishlarni va mana shunday bir ijod namunalaridan, yangi bir san'at durdonalaridan sizlarga taqdim etishga harakat qildik. Kuningizni avvalda sizlarni kayfiyatingizga ozgina bo'lsa kayfiyat qo'sha olgan bo'lsak, bundan juda xursandmiz. Demak, har kuni Andijon nafasini kuzatishda davom eting. Andijon telekanalida qoling, chunki hali oldinda eng qiziqarli ko'rsatuvlar, dasturlar va yangiliklar bor. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling. Salomat.